Ha, yaxshiroq urishlaring, bir-biringni go'shtingni ye. Yirtaman. 3 o'g'il tuqqandan ko'ra bitta qiz tuqqanimda qo'limdan hamma ishim olardi, mehribon bo'lardi. O'zi meni mazam yo'q. Bitta yordam beray demaysan, a? Ha, mayli, kim ishlarini qilsa telefon olib beraman degdim-da. Ha? Mana men qilaman hamma ishlarni. Sizlar o'yin o'ringlar, xo'p? Tak, sen uylarni supurasan, sen pollarni artasan, sen ungacha ovqat qilib turasan, ungacha sen kirlarni yuvasan. Siz o'zingiz. Nimaman? Ya, siz boshqachasiz aka. Boringizga shukr. Ha, yaxshi. Sen nima o'qrayapsan? Yo'q, ko'ylagingiz kirib o'pti. Kir yuvish siz ko'ylagingizdan boshlamay yechib bering. Sota qo'zilar. Qaravorlaring ish bor. Nima bo'lyapti bu yerda? Dala, yaxshilab. Oy og'rish qildimda o'shaning uchun oyog'im og'rib qoldi. Akenga qarasalaring bo'lmaydimi? Qiynalib ketibdi bechora. Rosa kuydirdi ikkalasi. Sanlar bo'lmadilaring. Baribir katta o'g'il boshqacha. Yur telefon olib beraman. Oy, og'ir ekan. Halakat katta ho'kizdek bola bo'lib, bitta ish eplolmaysan, turning olib borib qo'ychi ketovaraman. Kecha Toshkentga borgandim, mana shuni oldim mana. Oy, nima haqda gaplashyapsizlar? Hey, mushta keladigan yosh bola kattalarning gapiga aralashmaydi. Gap o'ylama. Men katta bo'lamanmi, yosh bo'lamanmi? Oy, qalay yarashibdimi? Voy, shunaqa ham chiroyli siqsirday bola tug'amanman. Voy, juda yarashib ketdi-ya. Tup ko'z tegmasini. Oy, daraxtdan yiqilib tushdim. Voy, o'lmasam. Nima yurish bu? Voy, shunaqa ham beo'xshov xunuk bola tug'amanmi? Ha, jasadingga qarab turishingga qarasan. Ha, parazit. Chiroyli bo'lamanmi, xunuk bo'lamanmi? Oyi, bo'ldi, mollarning tagini tozalab qo'ydim. Ha, yasha, o'zing tuppa-tuzi gapni tushunadigan aqlligina bo'lasan-ku. Qani endiki, birga ovqatlanamiz, bolam. Qara bolam, guruch, kartoshka, sabzi olib kelasan-da 1 kilo makaron ham qo'shib olgin, xo'pmi? Ha, xo'p. Oyi, karam, baqlajon gugurt degizmi? Sen qanaqa gapni tushunmaydigan tupoy esar dovdir tovuq miya bo'lasan, ha? Ha, turishing qursin sani. Jo'qala. Duguduk. Voy, ey. Shunaqa ham shumtaka qitimir bola bo'ladimi? Nima yurish bu, ha? O'tma niyatga. Ketingda qurting bormi? Qisib yursang bo'lmaydimi? Voy, shunaqa ham latta-lapashang o'xsar bola bo'ladimi? O'zingdan kichkina boladan yig'lab, kalta yeb yuribsanmi? O'g'il bola degan tovonidan o't chaqnab, sho'x bo'lib yurish kerak. Voy, qarashandagi sho'xlik, ha? Urib o'ldiraymisan bolani, ha? Qanaqa bola bo'liy o'zi? Yoshligim meni, yoshligim. Bolajonlarim, bugun uyga nozik mehmonlarimiz keladi. Sizlar mehmonlarni oldi to'paloqda xonanglarda o'ynab o'tiringlar. Maylimi, o'g'lim? Xo'p. Uy, mehmon bola, yur senga o'yinchoqlarni ko'rsataman. Yo'q, davay. Xush kelibsizlar, choydan oling. Qo'yda, bu mushukmi? Voy, mushugimiz yo'q edi-yu. Qani? Val. Oyi, uyimizdan oyoq hidi chiqyapti. Oyog'ingizni yuvaling dedimmi sizga? Voy, e'tibor bermanglar. Bolada, asallarim, xonalaringga boringlar. Olmayman. Voy, bunaqa qiliqlar umuman yo'q edi-ya. Sizlar o'tira turinglar. Men hozir. Mo'yka qaralaring, mehmonlarni oldi sharmanda qildilar. Mehmonlar ketsa, keyin beraman. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Anaqa, qachon ketasizlar? Nimaga? Oyim mehmonlar kelsa yeyizlar dedilar, deb biladim. Bolam, oshxonada bor-ku. Voy, o'rgilang. Aytgancha ko'zingizga nima qildi? Voy, ishga qisib oldim-da. Aldayaptilar, kecha adam urdilar. Bolam. San et. Oyi, ana mehmon bola bor, tilla soatingizni tualetga tashlab yubordi. Voy, tilla soat deydimi? Tilla soatimmi? Ha, mayli. Boshqasini olamiz. Voy, bolajon. Konfet yeysanmi? Rahmat. Bo'ladi. Oyi, tez yordam qanaqa chaqiradi? Ha, nimaga? Anaqa mehmon bola bilan urushib qoldik-da. Bola bilan urushadi-da. Tezroq chaqirmasak qon to'xtamayapti, keyin nafas ham olmayapti. Voy, qon deysanmi? Sardor! Sen sormadan uying bormi? Hozir ustadan kelsin, urib oyog'ingni sindir. Tezda uyga yur. Tezda oldimga tush. Bola bo'lmay ketgur, shom bo'ldi. Ot. Menga qarasan bola. Nimaga qirq chiqmagan kelinday uyda tuxum bosib o'tiribsan? Bunda ko'chaga chiq.
shom bo'ldi, o'rtoqlaring bilan birga o'ynamaysanmi? Ha, mana o'ynayapman-ku. Ergash leska o't, leska. Eshak minda o'ylaylik. O'rtaga tushar o'ynaylik. Bo'lmaydi. Dagadaga o'ynaylik. Davay, ketdik. Men seni otdim-ku, nega o'lmading? Menga tekkani yo'q, men etimni o'tib ketdi, mana unga tegdi. Davay, ot. Bu o'tmasa Sardor o'z sangi ishonib kamandaga oladi. Pulim yo'q meni, o'zing to'laysan. Men bilmayman, yaxshi o'yin ko'rsatib berdim. Mana men 5 ta chiqdim. Men ham 5 ta chiqdim. Ketdik bo'ldi. Sen birinchi. Yo'q, sen ol. Ha, bo'pti. Qo'lim og'riyapti-da, shunda uzoqqa o'tolmadim. Voy, nima bo'ldi? Endi nima deysan, yutqizib qo'ydim-da endi. 100 dollar ber. Furra, bugun maktabga kiyim olamiz. Shart, molga o'xshab bo'shalib ketmasin, hammang qisib yurlaring. O'zim bilib narsang olaman. Eshitdingmi? Qani yur, oldinga tush. Zo'r ekan-a. Jan sochingga o't tushsin. Ikkalangga bitta sumka yetadi. Sen ertalab borsin, sen obeddan keyin borasan. Sen maktabdan kelib bunga sumkangni bersin, bu maktabga ketadi obeddan keyin. Eshitdingmi? Uka. Mana tuflingiz nech pul ekan? 280 ming opa. Shu-ya. 30 ming beraman, berasizmi? Voy senim, mana shu oq ko'ylaklaringizni qora yoqaliklardan yo'qmi? Nega edi singlim? Ha, mana uchalasi pastga ham oppoq yoqani yag'ir qilib keladi, o'shanga qora yoqani qidirayotgandim. Ha, bulardanmi? Ertalab tugagandi-da. Ha, bo'lar ekan. Oyi, sharmanda qilma. Tavba, mana uningiz nech pul? Oyi, menga ham nimadir olib bering. Voy bolam, sen birinchi sinfsan-ku, senga o'zlari hamma narsani beradi maktabdan, bola. Oyi, qornimiz och qolib ketdi. Biluvdim shunaqa deyishlaring. Qani uchalang ham bu yoqqa kelaring. Kelinglar. Qani. Och. Shunaqa deyishlaringni bilib, uydan non bilan choy olgandim. Tez-tez yeb ollaring, bo'la qollaring. Aka, ayam qachon chiqadi? Bilmadim, o'zlariga kiyim qarab yuribdilar-ku. 3 soatdan beri kutib o'tiribmiz. Tez-tez yurlaring, ammam buzog'iga o'xshamasdan. Shu narsa olib bermadi. Nima? Olib bermadi. O'chir, kul. Hamma qarab turibdi, tishingni oqini ko'rsatib kul. Domingga chiqaraman. Yoshligim meni yoshligim. Uchiramating qiz bolaga o'xshab yig'lamasdan. Ey, cherqo'zi qaysi biring? Man nima edi? Ha, seni kuching ko'payib qoldimi, ha? O'g'limni qorniga tepibsan, ko'ylagini yirtibsan. Ha, qani bu yoqqa kelgun. Jim tur, qimirlamasdan tur. Ursan ham. Ur, ha, ur. Qorniga tep, tizzalab tep qorniga. Menga qara, kecha she'ring esingdami? Maktabga bormayman. Voy, ha nima bo'ldi bolajonim? Menga qarang, muallim opasi, nimaga o'g'limni Feruza bilan o'tkazdirib qo'ydingiz? Voy, nima bo'pti? Yaxshi qiz-ku, yaxshi o'qiydi. Ey, boshida bitta bor ekan, bitliq qiz ekan. Sarinoz bilan o'tkazdiring. O'g'lim o'tirmayman deyapti. Laylak. Tuxum. Voy, menga qara, qaysi biring o'g'lim o'ynatmayapsan, ha? O'zi meni sochimdan tortdi. Menga ham so'kindi. Qaysi biri o'ynatmadi? Bo'ldi, tushunarli. Qani yur. Bu ham o'ynaydi. Qani bo'l, eshak bo'l. Sakra ustidan. Bo'l. Bo'pti, oyi. To'xta bolam, to'xta. Ustingga mana uni kiyib ol. Ya kiydim-ku. Yo'q, sovuq bo'ladi. Bolaga yoz yo'q, qishda qalin kiyinish kerak. Tushundingmi? Ma, tushla. Shapkalaringni ham kiyib olgin. Sovuqni qaragin. Ana. Bo'ldi. Nonni o'zing yegin, tag'in o'rtoqlaringga berib bormagin, eshitdingmi? Bo'pti, men gapga ketyapman. Yaxshi o'tiringlar. Men ham boraman. Men xotinlar bilan gap yegani ketyapman. Senga nima bor o'tda? Boraman. Ey, sen bola ham yomon jonimga tegding-da lekin. Voy bolam. Bilmay gapirib qo'yibman.